Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Xo'p, bugungi videorolikimiz ajoyib topishmoq savol bilan boshlanadi. Savolimiz o'ta qiziqarli, chunki bu savolning javobini o'zim ham bilmayman. Ya'ni kallaga kelib qoldi. Umuman bilmayman, bu haqida xabarim ham yo'q yoki boshqa ham yo'q. Kim bilsa shu videoni o'sha odamlarga jo'natib qo'yamiz. Demak, bizda bu yer shari, yer deydigan bo'lsak, bu yer aylana shaklida, aslida tuxumsimon bo'ladi. Negativlar yana aylana bo'lib qolibdi deb yozishavermasin. Xo'p, tuxumsimon shaklida deymizmi, farqi yo'q. Xullas yer va mana shu qaysidir qismlarida suv bor. Suv, ya'ni okeanlar bor, suvi hamma yo'g'ida qaysidir qismlarida suvlar bor. Suvlar joylashgan. Endi tasavvur qilamiz biz 1000 kilometrlik bino qurmoqchimiz. Mana shu yer ustiga 1000 kilometrlik, uzunasi 1000 kilometr, balandligi 100 metrlik bino qurmoqchimiz. Demak, uzunligini 1000 kilometr, 1000 kilometrlik bino qurmoqchimiz. Balandligi 100 metr bo'ladi, bilasizlar. 100 metrlik shunaqa bino qurmoqchimiz. Endi azaldan o'sha qadimdan boshlab ota bobolarimiz ham boshqalar ham oddiy binoni balandligini o'lchash uchun gidrourindan foydalanishgan. Ya'ni gidrourin bilasizlar, shlank bo'ladi. Shlankini ichiga suv to'ldirilgan holatda binoni balandliklarini o'lchangan. Hozirgi kunda ham aksariyat ustalar katta qurilishlarda emas, o'sha kichik qurilishlarda o'sha gidrourindan foydalanishadi. Buni yaxshi bilasizlar. Endi gidrourin bilan bino qurilganda o'sha biz 10.000 kilometr uzoqlik va balandligi 100 metr. Taxminan ko'rinishi yer sharida ko'rinishi men shunday bo'ladi deb tasavvur qilaman. Ya'ni gidrourinni bilasizlar, suvni tortish kuchini hisobiga, bizni yerimizdagi suvlar hamma narsa tortish kuchini hisobiga odamlar ham yerda mana shu holatda turadi va binomiz ham taxminan 100 metr balandlik bo'ladigan bo'lsa, mana shu ikkita cheti 100 metrligicha qoladi. To'g'rimi? 100 metrligicha qoladi, ya'ni ikkita chekka qismi. 10.000 kilometrlik bino bo'ladigan bo'lsa, yerni tortishish kuchi hisobiga mana shu chekkalari mana shu holatda taxminan ko'rinadi. Endi 10.000 kilometrlik bino quryapmiz. Hozirgi kunda deyarli mana shu 50-100 yil ichida taxometr, teodolit, lazer, niveller va shunga o'xshash ko'plab asbob, ya'ni zamonaviy asbob anjomlar chiqib, zamon rivojlanib ketyapti. Endi biz hozirgi kunda taxometrda oladigan bo'lsak, o'sha qolgan hammasi ham lazerning hisobida ishlaydi. Ya'ni bitta urinda lazerda ko'rsatib beradi. Endi gidrourinda mana shu holatda binoyimiz bo'ldi deb tasavvur qilamiz. Buni o'chirib yuboraman. Va aytam o'chib ketib qoldi. Taxometrda men yerni mana shu qismiga o'rnatdim. Yerni taxometrni shu joyga o'rnatdim va men urinini olib olishim kerak. Mana shu turgan joyimdan 100 metr masofani o'lchayman. 100 metr masofamiz bor va lazer yordamida endi lazer yordamida emas, o'zi taxometrlarda lazerlari bo'ladi. O'zi lazer bilan ishlaydi. Buni bilasizlar. Shu holatda, ya'ni taxometrda o'rnatib lazer yordamida otganimda binoim uzunligi 10.000 kilometr va burchak qismlari, bu albatta meni tushunishim bo'yicha, kim mendan ko'ra yaxshiroq tushunsa kommentariyaga yozib ketishi mumkin, yoki o'zi ham tushunmaydigan bo'lsa
o'sha geometriya, algebra, fizika, geografiya va qurilish sohasida tajribasi katta bo'lgan odamlarga tashlab qo'ysin, javobini kutamiz. Kommentariyada esdan chiqmasin qolib ketish. Ya'ni xuddi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni bizda mana shu teodolit qo'ygan joyim 100 metrligicha qoladi balandligi va u lazerni hisobiga tekis urinda ketganligi uchun mana bu qismi taxminan 200 metr bo'lishi mumkin. Bu tarafi bo'lsa, endi yerni nimasiga qarab, bu tarafi ham 200 metr deb tasavvur qilib olaylik. 200 metr bo'lishi mumkin. Xo'p, endi biz qaysi birini, ya'ni gidrourinni to'g'ri deb hisoblaymizmi yoki taxiometr yo hozirgi kunda zamonaviy apparatlarni to'g'ri deb hisoblaymizmi? Kommentariyaga javob yozib ketamiz va shu ya'ni geometriya, algebra, geografiya, fizika va shunga o'xshash sohalarda, ya'ni xuddi mana shuni javobini biladigan kuchli mutaxassislarga shu videoni jo'natib qo'yamiz. Hammalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha kommentariyada javoblaringni kutamiz.